Eron Xalq banki tomonidan tashkil etilgan bo'lib, hozirgi paytda bu yerongoq ekilgan dalada dala ishlari olib borilmoqda. Hozirda bu yerda yerongoq o'simligi ekish yakuniga yetkazilgan bo'lib, o'z vaqtida mineral o'g'it bilan oziqlantirish ishlari olib borilmoqda. Oydin mefida joylashgan ushbu konturda 10 gektar yerga 20 ta dehqon xo'jalik tashkil etilgan bo'lib, 20 kishi ish bilan ta'minlandi. Ushbu dehqon xo'jaliklardan unumli foydalanilmoqda. Hozirgi kunda yerongoq o'simligi unib chiqib, gullashni boshladi. Bu yerda oydin uch